pensionerlar iltimos bu gapimni juda jiddiy qabul qiling. Sizga mana shu qog'ozga imzo qo'ying. Bu oddiy rasmiyatchilik deyishsa, darrov imzo chekmang. Ayniqsa pul, pensiya, bank kartasi, uy-joy, yer, kredit, qarz, meros yoki kompensatsiya bilan bog'liq hujjat bo'lsa, birinchi navbatda to'xtang, o'qing, tushuning, keyin qaror qiling. Bugungi ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, nevaralariga va yaqinlariga tegishli. Chunki bitta imzo ba'zan bir oylik pensiyadan ham, bir yillik jamg'armadan ham, hatto uy-joydan ham ayirib qo'yishi mumkin. Men bu mavzuni ekspert sifatida sodda qilib tushuntiraman. Qaysi qog'oz xavfli? Qaysi holatda odamlar aldanyapti? Nimalarga e'tibor berish kerak va imzo qo'yishdan oldin nima qilish lozim? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumotni qancha ko'p odam ko'rsa, shuncha ko'p pensioner o'z pulini, huquqini va uyini saqlab qoladi. Avvallari ko'p masalalar oddiyroq edi. Pensiya naqd pul ko'rinishida berilar. Odamlar o'z mahallasidagi tanish pochta xodimi yoki bank xodimi orqali pulini olar edi. Hujjatlar kamroq, xizmatlar ham kamroq edi. Biror narsa imzolansa, ko'pincha bu pensiyani olganlik haqida qaydnoma, ariza yoki oddiy ma'lumotnoma bo'lardi. Albatta, o'sha paytda ham firibgarlar bo'lgan, lekin hozirgi kabi telefon orqali, bank kartasi orqali, onlayn kredit orqali, elektron imzo orqali turli sxemalar bunchalik ko'p emas edi. Hozir esa vaziyat o'zgardi. Pensiya kartaga tushadi, bank ilovalari bor, kreditlar masofadan rasmiylashtiriladi, notarius orqali ishonchnoma beriladi, uy-joy bo'yicha shartnomalar tuziladi, turli yordam pullari, kompensatsiya, subsidiya degan tushunchalar paydo bo'lgan. Bu qulayliklar yaxshi, lekin aynan shu qulayliklardan firibgarlar ham foydalanmoqda. Ular pensionerning ishonuvchanligini, hujjatlarni mayda yozuvigacha o'qimasligini, "Bolam, tushunmayman, sen aytganingni qilaman" deb imzo qo'yishni juda yaxshi biladi. Eng xavfli jihat shuki, ko'p pensionerlar imzo nimani anglatishini to'liq tushunmaydi. Imzo bu shunchaki ruchka bilan chizilgan belgi emas. Imzo bu men roziman, men tushundim, men majburiyat oldim, men bu shartlarni qabul qildim degan huquqiy tasdiq. Agar siz qarz shartnomasiga imzo qo'ysangiz, keyin men bilmagan edim deyish juda qiyin bo'ladi. Agar siz ishonchnomaga imzo qo'ysangiz, vakil sizning nomingizdan harakat qilishi mumkin. Agar siz oldi sotdi shartnomasiga imzo qo'ysangiz, mulkingiz boshqa odamga o'tish ehtimoli bor. Shuning uchun men bugun aynan bu qog'ozga imzo chekmang deb ogohlantiryapman. Birinchi navbatda pensionerlar qaysi hujjatlardan ehtiyot bo'lishi kerakligini aniq bilib olish kerak. Eng xavfli hujjatlardan biri bu ishonchnoma. Ishonchnoma oddiy ko'rinadi. Falonchi mening nomimdan ish yuritsin, bankdan pul olsin, hujjat topshirsin, uy-joy masalasini hal qilsin. Ammo ishonchnomaning ichida vakolatlar juda keng yozilgan bo'lishi mumkin. Masalan, mulkni sotish, pul mablag'larini olish, shartnomalar tuzish, arizalar berish, bank hisoblarini boshqarish degan so'zlar bo'lsa, bu juda jiddiy masala. Bunday hujjatga tushunmasdan imzo qo'yish mumkin emas. Hayotiy misol keltiraman. Bir otaxonning nomida kichik hovli bor. Unga tanishi, men sizga subsidiyaga hujjat qilib beraman, davlatdan yordam pulini chiqaramiz deydi. Notarius olib boradi. Bu oddiy ariza, imzo qo'ying deydi. Otaxon o'qimaydi, ko'zoynaga uyda qolgan bo'ladi. Notarius oldida ham uyaladi. Hammasi joyida deb imzo chekadi. Keyin ma'lum bo'ladiki, bu keng vakolatli ishonchnoma bo'lgan. Tanish keyinchalik uy bo'yicha shartnomalar tuzishga harakat qiladi. Hamma holatda ham mulk darrov ketib qoladi demayman. Lekin muammo sud, asab, vaqt va xarajat boshlanadi. Bir imzo odamni yillar davomida yugurtirishi mumkin. Ikkinchi xavfli hujjat bu qarz yoki kredit shartnomasi. Ba'zi firibgarlar pensionerga sizga yordam puli chiqadi, kartangizga pul tushadi, bankdan bonus olasiz deb asta kredit rasmiylashtirishga undaydi. Hujjatda qarz oluvchi, foiz stavkasi, muddat, to'lov jadvali, jarima, penya majburiyat degan so'zlar bo'lsa, bu oddiy qog'oz emas. Masalan, pensioner 2 million so'm yordam olaman deb o'ylaydi. Aslida uning nomiga 25 million so'm kredit rasmiylashtiriladi. Birinchi oy to'lov 700 ming so'm bo'lishi mumkin. Pensiya esa 1 million 200 ming so'm bo'lsa, odamning yarmi daromadi kreditga ketadi. Kechiksa ustiga jarima qo'shiladi. Bank qo'ng'iroq qiladi. Qarzdorlik tarixi yomonlashadi. Uchinchi xavfli hujjat bu bank kartasi yoki hisob raqami bo'yicha rozilik hujjatlari. Kartangizni tekshirib beramiz. Pensiyangiz noto'g'ri tushyapti. Bank xodimiman.
Komissiyangizni qaytarib beramiz degan gaplar bilan odamni aldashadi. Ba'zida qog'ozga imzo qo'ydirishadi, ba'zida telefonda kod so'rashadi, ba'zida ilova o'rnatishni aytishadi. Men aniq aytaman. Bank xodimi hech qachon sizdan kartaning to'liq ma'lumotini, SMS kodini, PIN kodini so'ramasligi kerak. Agar qog'ozda shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashga rozilik, hisobdan yechib olishga rozilik, avtomatik to'lov. Uchinchi shaxsga ma'lumot berish kabi jumlalar bo'lsa, buni tushunmasdan imzolamang. To'rtinchi xavfli yo'nalish bu uy-joy va meros masalalari. Pensionerlar ko'pincha farzandlariga ishonadi. Bu tabiiy. Lekin men doim aytaman. Ishonch alohida, hujjat alohida. Farzandingiz yaxshi bo'lishi mumkin, qarzlari, biznesdagi muammolari, boshqa bosimlar bo'lishi mumkin. Masalan, ona o'z uyini o'g'lining nomiga o'tkazib beradi. Baribir o'g'limniki, men shu uyda yashayveraman deb o'ylaydi. Oradan vaqt o'tib o'g'lining qarzi chiqadi, uy garovga qo'yiladi yoki sotiladi. Ona esa huquqiy jihatdan mulkdor emas. Agar shartnomada ona umrining oxirigacha yashashi ro'yxatdan chiqarilmasligi, parvarish shartlari aniq yozilmagan bo'lsa, katta xavf bor. Kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak? Birinchidan, yolg'iz yashaydigan pensionerlar. Firibgarlar ko'pincha aynan yolg'iz, tez yordamga muhtoj, farzandlari uzoqda bo'lgan odamlarni tanlaydi. Ikkinchidan, savodxonligi past yoki ko'zi yaxshi ko'rmaydigan, hujjatlarni o'qishga qiynaladigan keksalar. Uchinchidan, uy-joyi, yer maydoni, bankdagi jamg'armasi bor pensionerlar. To'rtinchidan, telefondan, bank ilovasidan, SMS kodlardan yaxshi foydalanmaydigan odamlar. Beshinchidan, yaqinda meros, kompensatsiya, pensiya qayta hisoblash, kommunal imtiyozlar bo'yicha hujjat topshirganlar. Chunki ular yordam izlaydi, firibgar esa men hal qilib beraman deb yaqinlashadi. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar hujjat davlat organi yoki bankning rasmiy binosida, rasmiy xodim tomonidan tushuntirib berilgan holda sizga nusxasi berilib, ichida siz tushunadigan oddiy ariza bo'lsa, xavf kamroq. Masalan, pensiyani boshqa kartaga o'tkazish bo'yicha ariza, manzil o'zgarishi haqida ma'lumot, tibbiy ko'rikka rozilik kabi hujjatlar bo'lishi mumkin. Lekin baribir xavf kamroq degani umuman yo'q degani emas. Hujjatning nomini, mazmunini, nimaga imzo qo'yayotganingizni bilishingiz shart. Yana bir misol. Bir buga sizga 3 million so'm moddiy yordam chiqadi, faqat hujjatga imzo qo'ying deyshadi. Hujjatni o'qisa, aslida u xizmat ko'rsatish shartnomasi bo'lib chiqadi. Ya'ni bir firma uning nomidan hujjat yuritadi. Evaziga yordam pulining gerton foizini oladi. Agar yordam chiqmasa ham xizmat ko'rsatildi deb pul talab qilishi mumkin. Bu yerda firibgarlik bo'lmasligi ham mumkin, lekin shartlar pensioner uchun zararli. Shuning uchun har qanday yordam beraman degan odamdan oldin siz kimsiz, qaysi tashkilotdansiz, xizmat narxi qancha, yozma shartlar qanday, menga nusxa berasizmi deb so'rash kerak. Endi istisnolar. Tuzoqlar va ko'pchilik sezmaydigan nozik jihatlarni tushuntiraman. Ba'zan hujjat haqiqatan ham kerak bo'ladi. Masalan, pensiyani rasmiylashtirish, qayta hisoblash, nogironlik nafaqasi, sanatoriy yo'llanmasi, kommunal imtiyoz, uy-joy kadastri, meros ishlari uchun ariza yozish kerak bo'ladi. Men umuman hech qachon imzo chekmang demayapman. Men tushunmagan qog'ozga imzo chekmang deyapman. Farq juda katta. Agar hujjatni tushunsangiz, shartlar sizga ma'qul bo'lsa, rasmiy joyda bo'lsa, nusxasini olsangiz, albatta imzo qo'yishingiz mumkin. Eng katta tuzoqlardan biri bu, hozir imzo qo'ymasangiz kech qolib ketasiz degan bosim. Firibgar odamga vaqt bermaydi. Bugun oxirgi kun, hozir notarius yopiladi. Ertaga imtiyoz tugaydi. Sizdan keyin navbat ko'p, buni hamma imzolayapti. Bu standart hujjat deydi. Men bunday vaziyatda darhol ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Haqiqiy rasmiy jarayonda odamga hujjatni o'qishga, savol berishga, maslahatlashishga imkon berilishi kerak. Agar kimdir sizni shoshirsa, demak u sizning o'ylashingizni xohlamayapti. Ikkinchi nozik jihat bu bo'sh joy qoldirilgan hujjat. Hech qachon bo'sh joylari bor qog'ozga imzo chekmang. Sana yozilmagan, summa yozilmagan, ism familiya to'liq kiritilmagan, shartlar keyin to'ldiriladi deyilgan hujjat juda xavfli. Masalan, summa keyin yoziladi deyshadi. Siz imzo qo'yasiz. Keyin u yerga 1 million emas, 20 million yozilishi mumkin. Albatta buni isbotlash mumkin bo'lgan holatlar bor. Lekin nega o'zingizni muammoga solasiz? Imzo qo'yishdan oldin barcha bo'sh joylar chizib tashlangan yoki to'liq to'ldirilgan bo'lishi kerak. Uchinchi nozik jihat bu mayda yozuvlar.
Shartnomalarda asosiy gaplar ko'pincha mayda harflarda bo'ladi. Masalan, xizmat haqi qaytarilmaydi. Mijoz barcha xarajatlarni qoplaydi. Qarzdorlik muddati o'tganda jarima qo'llanadi. Tomonlar sudgacha hal qilish tartibiga rozilik bildiradi. Mulkni garovga qo'yishga rozilik beradi. Kabi jumlalar katta xavf tug'diradi. Pensioner men faqat arza deb o'yladim deydi. Lekin shartnoma ichida butunlay boshqa majburiyatlar yozilgan bo'ladi. Shuning uchun kattalashtirib o'qing, ko'zoynak taqing, kerak bo'lsa farzandingizga yoki ishonchli mutaxassisga o'qiting. 4-tuzoq bu farzandingiz uchun imzo masalasi. Ba'zida farzand kredit olmoqchi bo'ladi. Bank yoki boshqa tashkilot ota-onaning kafilligi kerak deydi. Kafillik juda jiddiy majburiyat. Agar farzandingiz to'lamasa, bank sizdan talab qilishi mumkin. Pensiyangizdan ushlab qolish masalasi ham paydo bo'lishi mumkin. Farzandingizni yaxshi ko'rishingiz tabiiy, lekin kafillikni imzolashdan oldin kredit summasi, foizi, muddat, oylik to'lov, kechikish oqibatlari sizning javobgarligingiz aniq tushuntirilishi kerak. Faqat formalnos degan gapga ishonmang. 5-nozik jihat bu sovg'a shartnomasi. Ko'p odamlar uy-joyni farzandiga sovg'a qiladi. Chunki merosda urush bo'lmasin deb o'ylaydi. Lekin sovg'a qilingan mulk odatda qaytarilishi juda qiyin bo'ladi. Agar siz uyda yashash huquqingizni alohida himoya qilmasangiz, keyinchalik muammo chiqishi mumkin. Ba'zan parvarish evaziga uy berish shartnomasi tuziladi. Bunday shartnomalarda parvarish nimadan iboratligi aniq yozilishi kerak. Uyga qancha pul, dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov, shifokorga olib borish, yashash huquqi. Aks holda qarayman degan umumiy gap keyin bahsga aylanadi. Yana bir muhim masala, elektron imzo va SMS kod ham imzo kabi oqibat keltirishi mumkin. Bugun qog'ozga qo'l bilan imzo qo'yish shart emas. Telefoningizga kelgan kodni aytsangiz, bank ilovasida tugmani bossangiz, elektron arizani tasdiqlasangiz, huquqiy oqibat paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun men pensionerlarning farzandlariga ham murojaat qilaman. Ota-onangizga SMS kodni hech kimga aytmaslikni, telefoniga begona ilova o'rnatmaslikni, bank kartasini rasmga olib yubormaslikni o'rgating. Kod keladi, ayting pul tushadi degan gap eng keng tarqalgan aldovlardan biri. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, har qanday hujjatni imzolashdan oldin to'xtang va hujjatning nomini o'qing. Bu arizami, shartnomami, ishonchnomami, rozilikmi, tilxatmi, kafillikmi, oldi sotdimi, sovg'a shartnomasimi? Nomidan boshlab tushunish kerak. Agar nomi murakkab bo'lsa, menga oddiy tilda tushuntiring deng. Tushuntira olmasa yoki jahli chiqsa, bu yaxshi belgi emas. Ikkinchi qadam, hujjatning asosiy joylarini tekshiring. Unda kimning ismi yozilgan, qaysi tashkilot, qancha summa, qaysi muddat, qanday majburiyat, qanday jarima, qanday huquq berilyapti. Agar pul olish, mulkni tasarruf etish, sotish, garov, qarz, kredit, foiz, pensiya. Uchinchi shaxs, vakolat, bank hisobini boshqarish kabi so'zlar bo'lsa, albatta to'xtang va maslahat oling. Uchinchi qadam, hujjat nusxasini talab qiling. Men buni uyga olib borib o'qib chiqaman deng. Halol tashkilot bundan qo'rqmaydi. Agar sizga nusxa bermaymiz, rasmiy olmang, hozir imzo qo'ying deyishsa, bu xavf belgisi. Hujjatni telefoningizga rasmiy olib farzandingizga yuboring. Agar farzandingiz bo'lmasa, mahalla raisi, ijtimoiy xodim, advokat, notarius, bankning rasmiy maslahatchisi yoki ishonchli tanishingizdan so'rang. 4-qadam, notariusda ham savol bering. Ko'p odamlar notariusga kirsa, uyalib qoladi. Hamma kutyapti. Notarius biladi deb jim turadi. Yo'q, siz savol berishga haqlisiz. Men bu ishonchnoma bilan nimaga ruxsat beryapman? Bu odam uyimni sotishi mumkinmi? Bankdan pul yetishi mumkinmi? Men keyin bekor qila olamanmi? Menga nusxa berasizmi? deb so'rang. Agar eshitish qiyin bo'lsa, balandroq tushuntirishni talab qiling. Agar ko'rish qiyin bo'lsa, hujjatni ovoz chiqarib o'qib berishlarini so'rang. 5-qadam. Bo'sh joyli hujjatga imzo qo'ymang. Har bir satr to'ldirilgan bo'lsin. Summa raqam bilan ham, so'z bilan ham yozilsin. Sana aniq bo'lsin. Hujjat oxiridagi sahifalar ham tekshirilsin. Ba'zan birinchi sahifa oddiy, oxirgi sahifada asosiy shartlar bo'ladi. Har bir sahifani ko'ring. Agar shartnoma bir necha bet bo'lsa, faqat oxirgi betga qarab imzo chekmang. 6-qadam, tilxatga alohida e'tibor bering. Men falonchidan pul oldim degan tilxat oddiy ko'rinsa ham qarz majburiyatini bildiradi. Agar siz haqiqatan pul olmagan bo'lsangiz, hech qachon bunday tilxat yozmang. Keyin beraman, hozir yozib turing degan gapga ishonmang.
pul qo'lingizga yoki hisobingizga tushmagan bo'lsa, oldim deb yozish mumkin emas. Agar pul olsangiz ham aniq summa, valyuta, qaytarish muddati, foiz bor yo'qligi guvohlar yozilishi kerak. 7-qadam. Bank va davlat tashkilotlariga faqat rasmiy manzil orqali boring. Ko'chada, bozorda, uyga kelgan notanish odamga pasport, karta, telefon, hujjat nusxasini bermang. Biz pensiya bo'limidan keldik desa. Xizmat guvohnomasini ko'rsatsin. Tashkilotga telefon qilib tekshiring. Telefon raqamini o'sha odamdan emas, rasmiy manbadan oling. Chunki firibgar o'z sherigining raqamini berishi mumkin. 8-qadam. Agar allaqachon imzo qo'ygan bo'lsangiz, vahimaga tushmang, lekin darhol harakat qiling. Hujjat nusxasini toping. Qaysi joyda imzo qo'yganingizni aniqlang. Notarius bo'lsa, notariusga boring va nusxa oling. Bank bo'lsa, bankka ariza yozing. Agar ishonchnoma bergan bo'lsangiz va shubha tug'ilsa, uni bekor qilish masalasini ko'ring. Agar kredit sizning roziligingizsiz rasmiylashtirilgan bo'lsa, bankka yozma shikoyat, ichki ishlar organlariga ariza. Kerak bo'lsa, sudga murojaat qilish kerak. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Har doim yozma ariza qoldiring va kirim raqamini oling. 9-qadam, arizada aniq yozing. Masalan, men falonchi ushbu hujjat mazmunini to'liq tushunmasdan imzo qo'yganman. Menga shartlar to'liq tushuntirilmagan. Hujjat nusxasini berishingizni, amaliyotni vaqtincha to'xtatishingizni va holatni tekshirishingizni so'rayman. Agar pul yechilgan bo'lsa, hisobimdan yechilgan mablag'lar bo'yicha operatsiya tafsilotlarini berishingizni so'rayman deb yozing. Agar SMS kodini aytib qo'ygan bo'lsangiz, darhol bank kartasini blok qildiring. 10-qadam. Oilada oldindan qo'yda belgilang. Pensioner ota-onangizga ayting, hech qachon biz bilan maslahatlashmasdan kredit, ishonchnoma, uy-joy, bank, qarz, kafillik hujjatiga imzo qo'ymang. Bu ularni nazorat qilish emas, himoya qilish. Hatto eng dono odam ham shoshilinch vaziyatda aldanishi mumkin. Firibgarlar psixologiyani yaxshi biladi, qo'rqitadi, shoshiradi, ashitadi, sizga yordam bermoqchiman deydi. Shuning uchun oilaviy qo'yda juda muhim. Bugungi eng asosiy gapim shuki, pensionerlar tushunmagan qog'ozga imzo chekmang. Oddiy rasmiyatchilik, hamma imzolayapti, hozir kerak, keyin tushuntiramiz, sizga foyda bo'ladi degan gaplar sizni shoshirmasin. Imzo bu javobgarlik, imzo bu rozilik. Imzo ba'zan pulingiz, pensiyangiz, uyingiz va xotirjamligingizga ta'sir qiladi. Hujjatni o'qing, nusxa oling, maslahat qiling, bo'sh joy qoldirmang. SMS kodini hech kimga aytmang. Bank kartangizni begonalarga bermang. Agar shubhangiz bo'lsa, imzo qo'ymaganingiz 1000 marta yaxshi. Keyin afsuslanib yurishdan ko'ra, oldindan 5 daqiqa to'xtab savol berish ancha oson. Sizningcha pensionerlarni aldash holatlari ko'proq qaysi yo'l bilan bo'lyapti? Kredit, bank kartasi, ishonchnoma yoki uy-joy hujjatlari orqalimi? Fikringizni izohlarda yozing. Agar bu video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Kanalga obuna bo'ling va albatta yaqinlaringizga yuboring. Balki aynan siz yuborgan shu ma'lumot bir insonni katta muammodan saqlab qolar.